Hoyjon. Hayrat aka nima bo'lgan? Abidga bir baliq qilaylik degandan beri unda dostonga qildiramiz deb turib olyapti. O'zi o'rganib qoldi shekilli. Kechadan beri rosa qistayapti. Otolikka boraylik, zo'r qilishyapti. Kelyapsanmi? Ammo toz kelamiz. Ichib ketayotganda qorning do'q qo'yganini ko'rib o'zlaring aytishasan. Rostdan ham yomon qilar ekan. Qancha chiyapsan? Ammo oldi oyoqlaringni yuvib olmaysan. Bizni parodamiz boshqa ikki oyoqlimiz biz. Advoy, degan balig'imiz deb yettamanda yuvindi. Bir yilda bir yuvinib tursa ziyon qilmaydi. Senlar ko'p yuvinishasan. Mana shuncha ko'rganlar ana yuvindi qo'llar kelyapti. Hayrat aka baliq ham kelyapti-kan. Kelyapti, mas olib kelishyapti. Baliq ham keladi. Hozir qorningiz ochib turibdi, chataq penis bor. Yana baliq ko'rishga opul-topul supunlab olib og'ziga sola olmay, qilib bo'lsa tomog'ingizda turib qoladi. Ehtiyot bo'lingda aka. Qiltirib turib qolgandan keyin endi nima qildi desak, "Tay yurmang, qo'lingizni tiqasiz" dedi. Qirqinchiga qo'radi bular. Ben kelsam shunday kallasini og'ziga olib olsang, bo'ldi, qolgan yana lipanga to'kilib ketadi. Baliq yo'qam deb bor dedi hojagan, to'g'rimi? Ko'rsinmi, yeyimizmi? Qanaqa ekan? Javob berib, menimcha saq qilsa kerak. Voyjon. Qadimi? Hamma qadimi? 14 soat qilinganini ham yedik-ku. Bo'lsa tezroq kelsin, ha? Hamma yana qilsan, sarishing yerib, qilatini pishirib keladi-da. Sarishing desang, xom olib kelib qo'yadi, yeysaning orqamizdan gapirishadi. Sizlarga xom chaynab chiqarib yuboradi. Assalomu alaykum akalar, kamchiliklar yo'qmi? Shoshmang uka. Bu hojagam rostdan maqtayapti. Aytish bo'yicha, sizlar rostdan ham bitta kulki tovar bo'yicha bitta baliqni 14 soat qilasizlarmi? Oho, har kuni 14 soat shug'ullanaversangiz, sizlar yaqinda akula ham qilasizlar. Voyjon. Kichkina baliqni 14 soat pishirsan. Akulani qilishga 1 yil ketarkan. Baliq yoqqan bo'lsa, bolaga o'zlarining dam olish kunlarini iltimos qilsak, uyingga borib qilaveradi. Assalomu alaykum akalar. Men on me buck, this is Mr. Rowe. Monty, on me bun. Aytganingizdan ham ziyoda ekan. Ne yapıyoruz o? Adresni eslab qo'yinglar-a. Sharxon Asaka yo'nalishidagi Oqto'li mahalladagi Nomuradin baliqxona. Kelinglar sizlar ham.